Berasizmi, siz haydab o'tiraverasizmi? Bizni chipil bank tanlab adashmagansiz. Mana mashina olaman, kira qilaman deyapsiz. Aldamasdan 10 kreditlaringizni topshiring, xo'pmi? Bundan aka xavotir olmang, kira kredit siraz beriladi. Aka yetib keldik, sizda 53 ming bo'ladi. 3 mingni bermay qo'yaverasiz. Odamlar yaxshilik qoladi. Aha, mana aka. Yenangni yeri qoladimi? Sendan yaxshilik qoladi, bankka nima qoladi? Siz ham sumalanmay 3 mingni bering tezroq, To'g'riga hayda tezroq ishlashing kerak. Oyog'imisiz, xohlagan joyingizdan chiqib kelasiz. Ana bitta sigaret olib, mana shuni yandam altirib, sekin taksi qilaman-da. Aka bir pachka sigaret berib yuboring. Big'illatib qo'yma. Kreditni bor odam sigaret sotib olib chekardim. Jinnimisan? Aka bermay qo'yishing. Aka, bitta dona sigaret bormi so'rab chekishga? Sigaretimi nos bor. Bos, Mo'minnikimi? Mo'minniki bering aka. Mana shuni bir hafta ketadi. Nos chekib ketdik kira qilib. Rahmat aka. Yo'q, mas jononni tekinga bo'lsa ham olib ketaman. Ha, onasini yemsa pulga olib ketaman. Tualetda o'tirsam ham chiqib kelaverasizmi? Asabiylash